Men bu duoni o'rganganimdan beri hayotim keskin tarzda o'zgarib ketdi. Chunki bu duoni men bajarib yurib, o'qib yurgan vaqtlarimda men Allohdan nimaiki so'rab duo qiladigan bo'lsam, hammasi yorug'lik tezligida ijobat bo'lishni boshladi. Buni ijobatiga to'g'risi o'zim mashalloh dedim. Chunki insonlar hayotida ko'p narsaga adashadi. Xuddi shunday adashishlar menda ham bo'lgan. Hayotimda juda ko'p holatlarda bo'lgan va qiyinchiliklar bo'lgan. Bu qiyinchiliklardan ko'p holatda stresslarga tushib qolganman. Lekin alhamdulillah bularni hammasidan aynan mana shu duo yordamida chiqib ketganman. Hozir men sizlarga bu duoni texnikalari bilan albatta o'rgataman, agarda men bilan mana shu darsimizni oxirigacha qilsangiz. Ko'pchilik aytadi, Madina opa, tushkun holatimda, qarzdorlikda yo muammolarimda nima qilsam bo'ladi deydi. O'zi aslida bir duo bor. Buni insonlar qaysi mahal bajarishni bilmaydi, qaysi mahal duo qilishni bilmaydi. Ya'niki hasbinalloh va ni'mal vakil. Insonlar qachondir kim bilandir urushib qolganda senga Alloh vakil bo'lsin, Alloh kifoya bo'lsin deydi, ketadi. Aslida bu xato. Chunki insonni hayotida qandaydir muammo bo'lishidan qat'iy nazar, qandaydir tushkunliklarga tushib qolganda faqatgina Allohni vakil qilish kerak. Hasbinalloh va ni'mal vakil. Sizni muammoyingiz bormi? Allohni vakil qiling. Sizda qandaydir tushkunliklar bormi? Allohni vakil qiling. Sizni farzandingiz kasalmi? Allohni vakil qiling. Chunki Allohdan boshqa sizni vakilingiz yo'q. Allohdan boshqa sizga yordam beradigan zot umuman yo'q. Yana kimdir hayotini o'zgartirmoqchi bo'ladi. O'zini o'tmishdagi gunohlarini biladi, o'zi oldin nima ayblar qilganligini biladi va mana shu holatlardan chiqib ketishga harakat qiladi, lekin qo'lidan kelmaydi. Bir narsani unutmaslik kerak inson, eng yomon o'tmishni egasi ham eng yaxshi kelajakni yarata oladi. Ya'niki siz hattoki shu o'tmishingizga ham hasbinalloh va ni'mal vakil deng, Allohni vakil qilib qo'ying. Siz qalbdan Allohga yolvorib so'rang. Allohim, men ojiz bandangni kechirgin. Bir vaqtlar o'zim bilib bilmasdan qilgan gunohlarimni hammasini o'zim yaxshi bilaman va faqatgina sen bilguvchi zotsan deya Allohdan chin dildan siz agarda Allohni vakil qilgan holatda kechirim so'rasangiz, Allohim sizdan, mendan, ota-onamizdan-da eng mehribon zot. Sizni har bitta xatoyingizni kechiradi, har bitta gunohingizni kechiradi. Sizni ota-onangiz kechira olmayotgan bo'lishi mumkin, sizni turmush o'rtog'ingiz kechira olmayotgan bo'lishi mumkin, sizni yaqinlaringiz kechira olmayotgan bo'lishi mumkin, lekin Alloh albatta kechiradi. Hech qachon bir narsani unutmaslik kerakki, inson nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar eng avvalo o'zini qo'lga olishni bilish kerak va hamma narsani orqaga tashlab Allohni vakil qilish kerak. Allohim, meni mana shu holatimni o'zing bilib turibsan deya hasbinalloh va ni'mal vakil deb qo'ying. Inshaalloh xohlasa o'sha sizni muammoyingizga albatta Alloh vakilligini ko'rsatadi. Alloh beradi. Alloh beruvchi zot. Alloh eng mehribon zot. Siz kimgadir yugurasiz, kimgadir borasiz, kimdandir so'raysiz, aslida siz adashayapsiz. Chunki sizga beradigan inson ham minnat bilan beradi. Sizga yordam beradigan inson ham albatta kuni kelib yuzingizga soladi. Lekin Allohim hech qachon minnat qilmaydi. Allohim berganda ham siz qoqilsangiz ham, yiqilsangiz ham, turtilsangiz ham, lekin doim sizni qo'llab, quvvatlab, oyoqqa turgizdiruvchi zot faqatgina Alloh bo'ladi. Hech qanaqangi minnatlarsiz. Hech qanaqangi yuzingizga solmasdan va sizni yaxshi ko'rgan holatida. Inson aytadi, qaysi gunohlarim uchun deydi. Lekin aslida o'sha vaqtda bir narsani biling. Allohim hech qachon sizni gunohlaringiz uchun jazolamaydi. Sizni gunohlaringizni o'zingiz bilganingizcha, o'zingiz sezganingizcha Allohdan kechirim so'rashingizni xohlaydi. Alloh o'ziga yaqinlashishingizni xohlagan holatda sizga albatta sinov beradi. Ko'pchilik o'ylaydi, bu sinovlarni musibat deydi. Yo'q, aslida unday emas. Allohni chaqirig'i deb biling. O'ziga yaqinlashtiryapti deb biling va Alloh menga sinov beryapti deb biling. Mana shu sinovlardan siz chiroyli o'tsangiz, inshaalloh Xudo xolisa marra sizniki. Agar mana shu sinovlarda siz qolib ketadigan bo'lsangiz, o'sha siz shaytonning yo'liga kirib qolasiz. Shayton darajangizga qarab sizni yo'lingizdan chiqadi. Ya'niki misol, ilmi oz insonning yo'lidan kichkina shayton chiqar ekan. Ilmi jicha ko'paygan insonning yo'lidan kattaroq shayton chiqar ekan. Endi ilmli, taqvodor, namozxon insonning yo'lidan shaytonlarning eng kattasi chiqar ekan va sizni chalg'itishga harakat qilar ekan.
Endi yana bir narsa borki, shunday insonlar bor, shaytondan-da battar. Ya'niki, u insonlarni yo'ldan urish judayam oson. Hattoki shayton bu narsaga kurashib ham o'tirmas ekan. O'zi bu shundoq ham bizdan der ekan. Shu bois inson eng avvalo birinchi o'rinda shaytonni yo'liga yurmaslik uchun o'zini qo'lga olishlik kerak, o'zini nafsi bilan kurashish kerak. Hozirgi vaqtda ruhiyatimiz deymiz, o'zi aslida siz nafsingizni qo'lga olib, nafsingiz bilan kurashib, nafsingizni chiroyli tarzda boshqarsangiz, ruhiyatingiz o'zidan o'zi poklanib ketaveradi. Hattoki mana shu ruhiyatingizni poklanishiga ham hasbinalloh va ni'mal vakil deng. Bu narsani doimiy bajarib yurishga harakat qiling. Misol siz ertalab ko'zingizni ochdingizmi, ochgan zahotingizda hasbinalloh va ni'mal vakil deng. Alhamdulillah ko'zimni ochdim deng. Va siz yurgan yo'lingizda ham, o'tirgan joyingizda ham, yotgan yeringizda ham iloji boricha, imkon qadar bu duoni tilingizdan tushirmaslikka harakat qiling. O'shanda sizni har bir holatingizga Alloh vakilligini ko'rsatadi. Har bir holatingizda sizni muammoyingiz, sizni quvonchingiz hamma narsada Alloh vakil bo'ladi. Bu narsani aslo unutib qo'ymanglar. Juda ko'pchilik bitta stressga tushdimi, muammoga tushdimi, undan qanaqa qilib chiqib ketishni bilmay qoladi. Aslida bu eng katta xatolarimizdan biri. O'sha vaqtda siz o'zingiz qo'lga oling, jaynamoz ustiga o'tiring, namoz o'qishni bilsangiz, bilmasangiz mana shuni qaytaring. O'tirgan holatingizda Allohdan so'rang: "Yo Rabbim Allohim, men unutguvchi bandaman. Men gunoh qilguvchi bandaman. Gunohlarimni kechirgin. Men senga yaqinlashishni unutdim, lekin sen meni unutmading. O'z holimga tashlab qo'ymading. Qaysi yo'lda yurishimdan qat'iy nazar meni kechirding. Yo Rabbim, meni yana o'zing yo'lingga qaytargin. Faqatgina sen roziliging uchun harakat qiladigan bandalaring qatoridan qilgin. Tanlab olingan azizlarni qatoridan qilgin" deya siz Allohdan so'rang. Mayli namoz o'qishni bilmasangiz ham. Agarda namoz o'qishni biladigan bo'lsangiz, nur ustiga alo nur. Lekin inson yo'q, men namoz o'qishni bilmayman deya bu holatda tushkunlikka tushib ketmaslik kerak. Chunki Alloh har bir bandani kechiradi. Bir inson bor ekan, doim 24 soat o'zini umrini namozga baxshida qilgan ekan. Tinimsiz Allohdan so'rar ekan, tinimsiz zikr qilar ekan, tinimsiz namozini vaqti-vaqtida o'qib, joy namozdan turmasdan dunyoni unutib qo'ygan ekan. Lekin yana bir inson namoz o'qishni bilmas ekanda, har kuni tog' ustiga chiqib pastga qarab dumalar ekan. Ana shunda Alloh aytgan ekanki, nimaga bu holat bo'layapti? Bu bandang umuman nimani bilmaydi, namoz o'qishni bilmaydi. Bunga qanday qilib bildirsak bo'ladi deganda farishtalarga shoshmanglar. Buni ham o'ziga yarasha ajr mukofoti bor. Buni davomini ko'ringlar degan ekan. Shunda hayoti xuddi mana shu tarzda o'tib ketgan. Bu banda namoz o'qishni bilmagan, lekin Allohdan chin dildan, ixlos bilan ishongan holatda Allohim meni gunohlarimni kechirgin deya tog'dan dumal urgan ekan. Lekin bu yoqdagi banda bo'lsa, faqatgina o'zini Allohga baxshida qilib, namozlarni o'qib, hamma yoqni unutib qo'ygan ekan. Lekin jannatga namoz o'qigan banda emas, tog'dan dumalagan banda kirgan ekan. Shunda farishtalar so'ragan ekan: "Nima uchun bunday bo'ldi, yo Rabbim? Axir sen eng mehribon zotsan-ku, bu inson doim namoz o'qigan, doim ibodatda bo'lgan, doim senga bog'langan, lekin bu bandang bo'lsa tog'dan dumalab, namozni bilmagan, faqatgina Alloh meni kechirgin degan xolos deganda aytgan ekanki, bu bandamni qalbida qo'rquv bo'lgan. Qalbida ishonch bo'lgan, qalbida ixlos bo'lgan, doimo o'zi namoz o'qishni bilmagan taqdirda ham tog'dan dumalayotgan vaqtda faqatgina meni borligimga ishongan va meni kechirishimga ishongan, qo'lidan kelgan amalni bajargan. Lekin bu yoqdagi bandam bo'lsa, farzandlarini unutgan, uni yemoq, ichmoqlarini unutgan, dunyoni unutgan, lekin faqatgina menga namoz o'qib, ibodat qilib, mendan so'raganu qalbida gumon bo'lgan. Alloh kechirarmikan degan gumoni bo'lgan. Buni ikkalasini farqi shunda. Bu ishonchsizlik bilan jahannamga kirdi. O'zini amali bor, lekin ishonch yo'q. Bu bo'lsa, o'zini qalbida ishonchi, ixlosi bilan jannatga kirdi degan ekan. Xuddi shunday har bir inson o'zini hayotidagi har bitta qilayotgan amaliga faqatgina yaxshilik sari bo'layotganligiga ishonish kerak. Hozir sizni hayotingizga qandaydir muammo kirib keldi, bu ham Allohning sinovi. Chunki Allohdan boshqa hech kim sizga bunaqa sinov bera olmaydi. Allohdan boshqa hech kim sizga
bu sinovlarga shifo ham bera olmaydi. Shunday ekan, siz mana shunaqa sinovlarga duch keldingizmi, faqatgina qalbingizni xotirjam qiling. Hech narsani o'zingizni zimmangizga olmang. Faqatgina Allohni vakil qilib qo'ying. Har bir holatingizga vakil qilib qo'ying. Nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir turmush o'rtog'ingiz bilan urushib qoldingizmi? Hasbinalloh va nimal vakil deng. Qaynonangiz bilan urushib qoldingizmi? Hasbinalloh va nimal vakil deng. Sizda qarzdorlik bormi? Unda ham bu duoni ayting. Sizda muammolar bormi? Mana shu duoni qaytaring. Farzandingiz kasalmi? Allohdan tinimsiz mana shu duo orqali so'rang. Sizda boshqa muammolar bormi? Bularga ham hammasiga Allohni vakil qiling. Inshaalloh Xudo xolasa Alloh o'zini vakilligi bilan juda ham chiroyli yechim beradi. Shu darajada chiroyli yechim beradiki, siz Allohdan nimadir xohlagan holatingizda duo qilib so'rayapsizmi? Allohim ijobatini yorug'lik tezligida ko'rsatib qo'yadi. Bir vaqtlar meni hayotimda ham xuddi shunaqa sinovlar bo'lgan. O'zim tushkunlikka tushgan vaqtlarimda nima qilishni bilmas edim. Ana o'sha vaqtda faqatgina mana shu duo orqali men Allohdan so'rardim. Allohim, o'zing ko'rguvchi zotsan, o'zing berguvchi zotsan, gunohlarimni o'zing kechirgin. Hamma narsaga hayotimda nimaiki bo'layotgan bo'lsa, sinov kelyaptimi, mukofot kelyaptimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hasbinalloh va nimal vakil dedim. Alhamdulillah, hayotim shu darajada chiroyli o'zgardiki, bunga hozir faqatgina xursand bo'laman. Chunki o'sha vaqtlarda men qiynalib, o'rtanib, meni hayotimda muammolar bo'layapti deya siyonga berilayotgan vaqtlarimda Alloh o'zini borligini eslatgan. Alloh faqatgina o'ziga yaqinlashishimni xohlagan. Alloh mana shu duoni tilimga keltirgan, dilimga keltirgan. Va men bu narsani doimiy bajarib yurdim, doimiy zikr qilib yurdim. Allohim shunaqangi chiroyli yechimlar bergan. Bunga faqatgina hali hanuz o'zim mashalloh deyman. O'sha vaqtda aslida menga muammo bermagan ekan. Aslida Allohim o'ziga yaqinlashishim uchun o'ziga chorlagan meni. O'ziga ibodat qilishimni xohlagan. Faqatgina o'zini deyishimni xohlagan. Eng yaxshi ko'rgan, eng sevgan bandasini Robbim Allohim rashq qilar ekan. Shu darajada rashq qilar ekanki, misol siz kimnidir sevayapsiz, sevganda ham bizda shunday holat bor insoniyatda. Allohdan ham ko'proq sevib boramiz. Yo'q Madina, siz adashyapsiz deyishingiz mumkin, lekin men adashmayapman. Chunki siz turmush o'rtog'ingiz bilan urushib qolsangiz, yo xiyonatini bilsangiz, shu darajada yig'laysiz, hamma narsani unutasiz, isyon qilasiz, ovqatlanmay qo'yasiz, tuz tortmay qo'yasiz. Shu darajada tushkunlikka tushib ketasizki, farzandlaringizni unutasiz, ota-onangiz sizni o'ylayotganini unutasiz. Hamma narsani unutib, bor vujudingiz bilan o'sha insonning xiyonatini o'ylaydigan bo'lib qolasiz. Lekin aslida sinov kelgan vaqtda yokida Allohdan uzoqlashayotgan vaqtingizda siz bunaqa yig'lamaysiz. Siz bunaqangi tushkunlikka tushib qolmaysiz. Men shunaqangi eng yomon bandamanki, namozimni o'qiy olmayapman deya tuz tortmay qo'ygan holatlaringiz bo'lmaydi, aslo bo'lmaydi. O'sha vaqtda inson nima qilish kerak? O'zini qo'lga olish kerak. Birinchi o'rinda o'zini qo'lga olish kerak. Qanday qilib qo'lga olamiz Madina deganingizda faqatgina chuqur nafas olasiz va o'zingizni bo'sh qo'ygan holatingizda hasbinalloh va nimal vakil deng. Allohim mana shu sizni hozirgi isyonga berilayotgan vaqtingizga ham vakil bo'ladi. Sizdagi shaytoniyliklarga ham vakil bo'ladi. Hamma narsani sizdan uzoqlashtiradi. Allohdan shunday duo qilib so'raysiz. Sizga nima xayrli-yu, nima xayrsiz bilmaysiz. Siz so'rashingiz mumkin, uy-joy so'raysiz, mashina so'raysiz, pul so'raysiz, tilla so'raysiz, kiyim-kechaklarni so'raysiz. Aslida bular hammasi xato. Siz so'rayotgan vaqtingizda Allohim ikki dunyoyim uchun xayrli bo'lgan hamma narsani menga bergin. Senga uzoqlashtirgan insonlarni mendan uzoqlashtirgin. Senga yaqinlashtirgan bandalaringni menga yaqin qilgin deya Allohdan so'rang. Ikki dunyoligim uchun manfaatli va xayrli bo'lgan do'stlarni bergin. Ikki dunyoyim uchun manfaatli bo'lgan turmush o'rtoq bergin. Ikki dunyoyim uchun manfaatli farzand bergin deya Allohdan faqatgina yaxshilik so'rang. Manfaatli do'st, manfaatli yor, manfaatli insonlarni so'rang. Qavmi qarindosh, do'stingiz, qo'ni-qo'shningiz hamma narsani so'rayotganingizda, hattoki bir luqma narsani og'zingizga solayotganingizda ham o'shani ham ikki dunyoyim uchun manfaatli bo'lsin deya so'rang. Chunki bilmaysiz,
u luqma hozir sizga qanday holatda kiryapti, shifo bo'lib kiryaptimi, zahar bo'lib kiryaptimi, buni biz bilmaymiz, lekin Alloh biladi. Shu bois hech qachon unutmang, Allohga yaqinlashingki, yaqinlashganda ham to'g'ri so'rashni bilinglar. Siz Allohim menga uy joy bergin, mashina bergin demang, chunki o'sha uy joy sizga xayrsiz bo'lishi mumkin. O'sha mashina ham sizga xayrsiz bo'lishi mumkin. Shu bois nimaiki so'rashingizdan qat'iy nazar Allohni vakil qiling birinchi o'rinda, undan keyin ikki dunyoyingiz uchun manfaatli bo'lgan holatda so'rang. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Misol uchun ko'pchilik savol berishi mumkin. Men uni so'rasam nima deb so'rayin, men buni so'rasam nima deb so'rayin. Nimaiki so'rasangiz hammasini manfaatli bo'lsin, ikki dunyoyim uchun manfaatli bo'lsin deya so'rang, go'zallarim.